Rajab oyining fazilatlarini bilasizmi? Arab tilidagi Rajab so'zi o'zbekchada ulug'lash, hurmatlash ma'nolarini ifoda etadi. Rajab oyi qanday oy? Ushbu oy Alloh taolo urushni harom qilgan Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab oylaridan biridir. Rajab oyida qanday tarixiy voqealar yuz bergan? Yer yuzini suv bosgan to'fonda Nuh alayhissalom kemaga Rajab oyining birinchi kuni minganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ilk vahiy Rajab oyida nozil bo'lgan. Mashhur qavlga ko'ra, Isro va Me'roj voqeasi ham Rajab oyida sodir bo'lgan. Rajab oyining qanday fazilatlari bor? Rajab oyi barakali va ulug' oy bo'lib, undagi ozgina yaxshi amal evaziga ko'plab ajru savoblar beriladi. Ibodatlar va duolar ijobat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: 5 kecha borki, unda duolar rad etilmaydi. Rajab oyining avvalgi kechasi, Sha'bon oyining yarmidagi kecha, Juma kechasi, Fitr kuni kechasi va Qurbonlik kechasi. Ibn Asokir rivoyati. Rajab oyini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday o'tkazganlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rajab oyida roza tutganlar. Usmon ibn Hakimdan rivoyat qilinadi. Said ibn Jubayrdan Rajab oyida turganimizda Rajab rozasi haqida so'radim. U esa Ibn Abbosning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza tutar edilar. Hatto og'izlarini ochmasalar kerak der edik. Og'izlari ochiq bo'lardi. Hatto roza tutmasalar kerak der edik. Deyayotganini eshitganman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rajab oyida ko'p istig'for aytishga targ'ib qilganlar. Sayyidul istig'for: Allohumma anta robbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Rajab oyi kirganida Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Allohumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadana. Ya Alloh, Rajab va Sha'bon oylarida bizlarga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin, deya duo qilganlar. Imom Bayhaqi va Imom Tabaroniy Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Ulamolarimizdan biri Rajab shamolga, Sha'bon bulutga, Ramazon yomg'irga o'xshaydi. Kimki Rajab oyida ekin ekmasa, Sha'bon oyida uni sug'ormasa, Ramazon oyida qanday hosil oladi, degan edi. Shunday ekan, Ramazonda olajak hosilimiz mo'l bo'lmog'i uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olgan holda Rajab oyida ko'proq solih amallar bilan birga xayrli duolarda ham bardavom bo'laylik. Alloh taolo Rajab va Sha'bon oyini barcha mu'minlar uchun xayrli, barakali qilsin va intiq qalblarni sog' salomat Ramazon sharifga yetkazsin.